atrofida adashmasam soat 3da xonada bo'lish kerak. 3 bo'lyapti xonada emas, 4 bo'lyapti, hali chiqmayapti, 5 bo'ldi, hali chiqmadi, 6 bo'ldi, hali chiqmadi, 7 bo'ldi, hali chiqmadi, kiryapman, gaplashyapman. Yonida yordamchisiga men telefon qilib yotibman. Shu bansa oldida o'tiribman, men ketmasdan chaqqa, ayollari, onalari shu yerda. Boshqa hech narsa xabar bermaganmiz biz. Yordamchisiga orada telefon qilib chiqqanman. Nima bo'lyapti desam, tam boshqa patsientlar kelib qoldi, shuni hisobiga operatsiya cho'zilyapti deyapti. Qanaqa tushunish kerak buni? Boshqa patsient bitta operatsiya qilyapsiz-da, bitta patsient kelyapti, operatsiya qilgan joyni tashlab boshqa patsientga qaramasangiz kerakmi? Soat 7:30 bo'ldi, hali yetishmadi. Oxiri 8:30da faqat o'sha onalar borib qo'ymasdan so'raganda, nima o'zi, nima holat bor, nima bo'ldi deganda komaga tushib qoldi, yetishdi. Farhod, bolam, tur, uxlab qolgansan-ku, deyaptilar.